Bu xonadonimizni o'zini garaj qismi ham bor. Garajini shundoq bonus sifatida beramiz deyapti. Xo'p, Marg'ilon shahar Vatstroyda Bahor marketining orqasida pishig'ishda qurilgan 3 xonali skvaznoy xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Sizlar bilan obzorini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana turgan joyimiz bitta zal. Mana shu videoda ko'rinayotgan barcha narsalaring bilan, mebel texnikalar, go'lovlar bilan hammasi bilan sotuvga qo'yildi. Xo'p, asosiy eshikdan kirishimiz mana bu yerda koridoridan to'g'riga garniturlari hamma yo'g'i shundoq qoladi. Televizorlari, mana shu videoda ko'rinayotgan barcha narsalar qoladi. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Aboylarni yopishtirishgan. Mana bu yerda bitta spalnisi. Spalni ham endi kelib o'zingizni sharoitingizga moslab olasiz. Xo'p, bu tomoni bu yerda mana alohida hojatxonasi, bunisi vannaxonasi. Va bu yerda endi bitta oshxona, aristonlarni ham qo'yib qo'yilgan va oshxonani balkonga olib chiqilgan. Bu yerdan bitta xona, detskiy xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda mana balkomi. Balkomi ham hali 6 metrlik. Hamma yo'qlari, sharoitlar bor. Do'stlar, bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Xo'p, xonadonimiz Marg'ilonda Vatstroyda Bahor marketi orqasida 4 qavatli binoda 2-qavatida 3 xonali skvaznoy pishig'ishda qurilgan. Xo'p, narxini 33 mingga baholanyapti. Keling, ko'ring, yoqsa, ozgina tushib beradigan joyi bor.